Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Slosga deb ekkan makka jo'xorimiz mana chiqdi, bexato chiqdi. Mana ikkitadan apparatda ekilgan. Bitta, ikkita, har zamonda 3 ta ham tashlab ketgan ekan. Qalinroq ekilgan. Qalinligi mayli, sal mineral o'g'it ko'proq berib yuboramiz. Begona o'tlar ham ko'p. Mana ko'rib turibsizlar. Mayda-maydalar, buni qamg'aq deyiladi. Bu ham mayda ko'p ekan mana. Mana bu g'umoy. Mana g'umoy. Eng yomoni mana shu Makkaga kun bermaydi. Shu qamg'aq ikkovi Makkadan o'tib ketadi. Xudo xolasa bugun begona o'tga qarshi birinchi ishlovni berishni boshladik mana. Makka duo degan gelipsit chechyapmiz. Hop. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan ekan. Shu igna bargli o'simliklarga qarshi, chirma o'sadigan o'simliklarga qarshi. Hop, natijasini ko'ramiz. Effekt bersa sizlarga ham tavsiya qilamiz dehqonlarga. Makkani chiqishi yaxshi, zo'r. Mana birinchi ishlovda beryapmiz, ruchniy apparatda chechyapmiz. Xudo xolasa. Hop, bu o'tdan qutulib olganimizdan keyin birinchi traktor ishlovini beramiz. Bizni kuzatib boring. Mashmakka pishguncha ponni nariga donga ekkan variantimiz ham bor. Hammasini video qilib tashab turamiz. Natijasini Xudo xolasa birgalikda ko'ramiz. Orada qulupnay video obzorini ham qilgandim. O'sha qulupnaylarimiz mana pishdi. Sotilyapti. Narx tushib ham ketdi. Hozir 20 ming, 25 mingdan optim sotilyapti. Yaxshi ekan qulupnay biznesi ham. Dehqonning qo'liga birinchi ertaroq pul kirar ekan. Yaxshilab uzib sota olsangiz daromadi yaxshi ekan. Endi qulupnay haqida отдельно bitta video qilamiz, mutaxassis bor. Shu bilan suhbat o'tkazamiz. Mana qulupnay holati, baliqlari yaxshi. Orada bir yomg'ir yog'ib bitta kasallik tegib qoldi mana qulupnayga. Yomg'ir tekkan yer mana zaho bo'lib ancha qulupnaylar chiridi. Lekin daromadi yaxshi ekan, mazasi ham zo'r mana. Mana palak. Hali hosili bor, yana sotilyapti xudo xolasa. Ekish kerak ekan, imkoni bor odam. Mehnat yengil, rasxoti. Shu ko'chatiga rasxot qilasiz. Asosan uzishga odam qilsangiz bo'ldi, ko'proq ekadigan bo'lsangiz. Uzib, iloji bo'lsa optimchilar olib ketadi. Ya bo'lmasa bozorga olib borib optim sotasiz. Har kun o'zi ekansiz. 40 so'm eksangiz har kun o'zi ekansiz. Mana bu teplishni Charlie degan sortini ekkanmiz mana. Hosili yirik bo'lagan, bugun uziladi, shunga pishganlari kam. Ancha yirik bo'lagan bu. 70 gram 60 gram chiqargan bir donasi kattalari mana. Hosili ham yaxshi ekan. Ta'mini ko'rib qo'yamiz. Mana palagi zo'r, hosili zo'r. Mazahini bitta ko'ramiz. Mazasi yaxshi. Narigi maydadan ozgina bemazoroq. Narigini mazasi zo'r, kichkinani. Buni hosili zo'r, narxi ham qimmat buni. Hozir 60 ming, 55 mingdan o'tkazib kelinyapti buni. Narigini 25 mingdan optimga berib yuboryapmiz. Turgan joyida. Narxida bu kuchlik, mazasida u kuchlik. Hosil bo'yicha ham bu yaxshi ekan, Charlie. Ozgina kechroq chiqar ekan narigidan ko'ra. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatganingizga rozi bo'lib qolsizlar. 3 minut, 4 minut, 5 minut vaqtlaringizni ajratyapsizlar megabaytlarga.
foydali videolar qilamiz, xudo xolasa.